Keşpeşinge yakın qatnaş qorasıga kirib kelgan yo'lovchilar avtobusidan üstü beshiga chang to'zon qo'ngan harg'in chiroy odamlar aldirab tushib har tarafga tarqalishga boshladi. Avtobusdan eng oxirida o'shnisiga xurjun ortib olgan, kiyimlari ko'na 60 yoshlardagi bir mo'may tushib keldida, qayon mengishini bilmay bir bas hangviqib turgandan keyin darvozadan chiqib qo'l harviliq bir kirakashning oldiga keldi. O'g'limning uyiga olib qo'yamlar, xo'jam. O'g'illarning uyi nerede? Mushu Urumchida. O'zi tilmashlik qiladi. Ismi Savraxon. Bu shaharda Savraxon ismli odam to'la. Qaysi idorada ishlaydi deb so'rayapman. Voy, men nedim bilay. Voyras, mush yonchig'imda ibatgan xitining lipofi bog'u deymi? Akastakini. Mana. 7. ko'cha 276 qo'ru 3. bino deb yozilibdi. Bo'ldi. Xurjinni arog'isib o'zdirma chiqsizlar. Yo'q, xo'jam, odamni odam so'rsa yomon bo'ladi. Chiqsizlar deymi? Xeli uzun ya o. Yerib qolalar. Yo'q, o'g'limning uyini teppaganlariga 100 ming rahmat. Ana, qayerdan kella? Qashqardan. O'g'illarning Urumchiga kelganiga necha yil bo'ldi? 7 yil bo'ldi. Qodir bo'g'li 3 yil bo'ldi. Bultur bir artist qizga o'ylanibdi. Yanlarida yana boshqa bolalar bormi? Yo'qsa, mushu birli bola to'limi arzuliq balatti. Dadis qazo bo'lib, yonda o'qishli bu bolam o'qishga kelgan. Didor ko'rishmagili 4 yil bo'ldi deysizlar. Endi o'g'illarning yanida turib qoldi kallada. Xudo rizqimni o'tkigan bo'lsa, o'g'lim bilan kelinimning oldida nevramni beqib, oxirgi umrimni mushiyat o'tkazaman. Ana, mana kelib qoldik. 3. bino maushu. Nechinchi qavatda bo'g'ay? Kimni izlaysizlar? Savraxonni. Bu binoda Savraxon deb odam yo'q. Adresda mushu bino yiziq turdi-ku. Nelik odam o'zi? Qashqarlik Tilmash bola. Ha, Savrjon danga. 5-qavatda. Ana, o'zimi balkonda turibdi. Savrjon! Oy, Savrjon, mehmon kelibdi. Ana! Oy bolam, men keldim. Savraxon, qani sen bolam. Savr balkondan g'oyib bo'lib bir ozdan keyin Zilva bedir chashliq chiroyli bir qizni boshlab 1-qavatning eshigidan hoyliga yugurib chiqdi. Bolam, sizlar bilan dido ko'rishgan kunmi keldi ekan. Dadam rahmatli mush kunni ko'rgan bo'lsa, qanchalik xush bo'lib ketadi. Nima ish qilaysan ona? Qarg'ina, xalqlarning amisi bizga qarab hayron qilyapti. Jira. Avval uyga chiqaylik. Ma'qul bolam, ma'qul. Jira. Jinim bolam. Ana 3 kundan buyon bu uydagi narsalarni necha qitim ko'rgan bo'lsa-mu, yana to'ymaydi. Yarishimliq zinnatlangan bu uy uningda xuddi ajoyib dunyoga kelib qolgandek bir tuyg'u paydo qilgan edi. Mana u bugunmi yana o'g'li bilan kelini ishga ketgandan keyin uy jabduqlariga yengvoshdan ko'z selishga boshladi. To'y qilg'ili texi bir yil pula bo'lmayla o'g'lim uyini guldek yasabapti. Hamma saramjonlari to'liqga. Ünalgı deginidan naqsh yangrab turgan. Denshida kunda kino qo'yilayotgan. Bu narsalarga qarasa, odamning ko'ngli bilakcha ichilib qoladi ekan.
Oğlum hakikaten cennette yaşardı. Oy, balam, texeylilik ketiydim. Birden bir yenip kepsin ha? Kir yig'ilib ketibdi. Shularni juvitaydi. Allah, balam, nemi deydi qalsa? Nomusumni keltirmay, ishingni ba. Men juvitay. Yana nima ish qilyapsan, balam? Sen kir yuvsam, men ximir yug'irib turay. Dilaysa kayitcha, oshni pishirib turayli. Oş, balam, öyde xotiningning kirini juyib, ishini etib, idorangdimi tuzuk ishlamaydigan o'xshaysa. İdarada tuzuk ish yo'q ana. Har kuni atiganda berib bir soat oylanib qaytib kelamiz. Ish yo'q deganmi gapmi, balam? Yosh odam degan ish yo'q bo'lsa, so'rab tepib qiladigan. Hukumatning pulini harom olgan bilan bo'lmaydi, balam. Qo'y. Men makirni juvitib, andın aşk tutuş qilsammi, dilaysigacha ulgayatiman. Men saylan aqlab turayamsa. Bo'pti. Voy. O'qishni bitirib, yurtga boramdiki desam, bormiding, balam? Qayrig'anda yolg'izlik yomonki. Dadang rahmeti bo'lsa-mu, bir nöritdi. Helimo el-mahalli jiq yulaydi. Uzoq yili atiyozda Saliya xunkan ko'rik bo'lgan bir mekiyinini beribdi. 15 tuxum bostirsam, 12 cho'ji chiqiribdi. Uningdan 6 mekiyon, 2 xo'roz ay bo'ldi. Bultir o 6 mekiyon Xudoning barakati bilan kun orlamay tug'ib berdi. Tuxum setib 50 qo'yga bir tish o'g'loq setib olgandim. Bu yil atiyaz o o'g'loq tug'di. Yozichi sut choy ichdim. Bu yil choy tuzning xarajatidan eshib 60 qo'y yig'ibdim. 35 qo'yga dilaysiga bir ko'ngillik atlas oldim, balam. Bu yoqqa menga chaqda yo'l xarajati uchun o'shkini 70 qo'yga sotdim. O'g'liqi tishdi. Heliqi Hoshixon hammangning nevrisi bor, balam. Menga bek obdan hamra bo'ldi. Kechidimi yenimda yotadi. O'g'liqni shuningga beqvol deb berdim. Kunlar tez o'tmoqda. Ana, uyning eg'ir yenlik ishlarining hammasini o'z yemisiga olgan bo'lib, zotila tinim topmaydi. U chaqqonligi, mo'minligi ham ishchanligi bilan keliniga yiqib qolgan edi. Ular endi tayyor tomoqni yeb, o'yin tomoshadan qolmay xushal-xo'ram yuradi. Uyga mehmon kelgan chog'larda tun tangicha qizg'in suhbat bo'ladi. Bundaq chog'larda ana mehmonlar bilan qizg'in muңlashib ketadi. Bu balam kichigida bekmi akam sho'xdi. Peshimga esilib olib, mendan zodil ayrilmaydi. Bir bola deb bekmi atib olaydiq. Dadisi rahmeti to'y to'kun nazir chiroqlarga borganda dasturxon qo'yilgan narsalardan o'zi yemay savroqqa akiladigan. Biroq shu yo'qsizlikning dardida bechora bolamga tuzgirak kiyim qilib berolmaydi. Bir ishtonni qishda paxtalik qilib kiysa, yozda paxtasini evitib kiyatdi. U chog'da yo'qsizlikning alamini yetkich tatgan deslar. Shuni Xudoyim bu bolamning baxt talini berdi. Oş, nimalar bo'ladi? Gap qilgan. Ana, nega chiqdin? Nim deysa bolam? Sen muze ana. Og'zing kelgan gapni odam bor yo'q demay davirdi ekansan. Qaysi gapni deysa bolam? Mehmonlarning oldida Savraxon undaq chapa tatgan, bundaq chapa tatgan.
Bir ishtonni qishda paxtliq qilib kelsa, yozda paxtasini elitib ketdi deydigansan. Haq zonli qilmamdi. O'z balangning obro'yini o'zing to'kadigansan ana. Oy balam, dadang rahmet ikimiz sen cho'nqigacha nima kunlarni ko'midik. O'tgan kun uni unutma, shir cho'rig'ini qurtma deydigan gap bor. Hey balam. Bundaq numus qildig'ini bilgan bo'lsam, demaskanman. Shundan keyin bu to'g'rida gap bo'lmadi. Ammo mehmon kelganda ana dalam uyga chiqib ketadigan, gap so'zlarga aralashmaydigan bo'lib qoldi. Kishilarga xo'shallik va bayoshatlik olib keladigan oyam kunimi yetib keldi. O'g'il bilan kelin atdigandili chiqib ketib, uyda ana yolg'iz qolgan edi. Uning chiroyida shu topda boshqalarnikidek hech xo'shallik emas, bir xil so'lg'inlik hukm surardi. U mushu oyam kunlarda o'z yezisini, yezida o'tkazgan heytlarni seg'inib xiyolga cho'kdi. Yezidi kishilar namozdan keyinla oldi bilan to'xutun, yetim o'g'il yashanganlarni yo'qlab ko'ngil so'raydi. Har erta sahar turib, yog' buritib quymoq solatdi. U yerda odamlar bir-biriga mehribon edi. Heytning 3-chi kuni uyga mehmon chaqirildi. Kelin bilan o'g'il mehmonlarni kutish bilan oldirash. Ona bo'lsa, dalan uyda o'tkash adalash, savzi qalamchi qilish bilan avori edi. Dilaysan? Ben yakamızdan işler var mı ya? Yemişi olmak çıktı. Hem de takip olduk. Şuraya çıkıp kons oyna. Tecemizin ottaki hizmetçi de baksan kardeş. Savurma tuttum ki. Hazır şimdi şöyle turvatdı. Endi men savurning onasi emas. Tuqquni bo'lib qoldimmi? Men ona emasman. Aradan bir hafta o'tdi. Ana kam so'z bo'lib qoldi. Ba'zida bir nuqtaga tikilib qaraganicha birer soat tushib o'ltirib qoladi. Ko'zlarimi o'ltirishib ketdi. Ammo u yanala balasining hol so'rashini, kelinining birer qatim ko'nglini elishini orzu qiladi. Lekin banglash balalar uning ko'nglini tushunmadi. Hem onun halini mı sormadı. Ular tügümez oyun tamaşları bilen aldıraş. Ana bolsa yalğız idi. O ahir bir kararga kelishga mecbur bo'ldi. Savraxon. Men qaytib ketay bolam. Ne gitsen? Öz yurtimga. Nimba o sahrada? Hamma nima bor, bolam, hamma nima bor o sahrada. Sizlar meni ona deyishdan nomus qilgan bilan sahradagilar nomus qilmaydi. Men shularning yiniga ketaman. Kimsini ona demabdi? Senchu, xotiningchu. Mehmonlaring bilan birdam yerimdan mundishib o'ttasam, nomus qilib nim dedim. Xotining qaysi kuni meni bir xotinga savurning tuqqun ekan deydi.
Men ananglar bo'lmagandan keyin bu yerda nima ish qilaman? Men ketay. Ana, obdan o'ylab baq. Cho'ng shaharning cho'ngligi bor. Yeziga o'xshamaydi. Odamlari madaniyatlik. Sen undaq balam bir ishtonni qishda paxtliq qilib kelsa, yozda paxtasini elitib ketdi desan, qaq zonliq qilmamdi. Dilaysa shaharda cho'ng olgan. Yani kelib cho'ng boshliqning qizi, do'stlarim ham shundaq. Buningga nimancha xafa ketsan? Bu gapcha meni rostilla ona demayotgansizlarda. Sen yana xato tushunyapsan, ana. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Sizlarni buncha xijil qilmay, oxirgi umrimda dadamning qabrisini cho'gilib, o'limni o'tkazsa, shuning endi yotay. Meni yo'lga sep qo'y bolam, yo'lga sep qo'y. Shu kuni kecha Savur bilan kelin o'ttirsida xeyli uzungacha maslahat pishmadi. Yo'q, ketmaydi. Qeyri xotin kunamiz qanday qilsa, ketaman degandikin kessin. Hech bo'lmasa, men tuqqan vaqtimda bola vaqtlasimi kerak bo'lib qolar. Xotirjam bo'l. Bola vaqilgan odamni o'zim topaman. Unda xos men sizga deb qo'yay. Uyning hamma ishini o'zingiz qilasiz. Mening hech ish bilan chattig'im yo'qchimi? Bo'ldi. O'zim qilaman. Burunmi o'zim qilatdim-ku. Qashqaning bilibdi. Astag'firullah. 40 qo'y akapti men emasmi? O'zining endi pul yo'qmi-ki? Eliq kuni ko'chaga chiqqanda qo'shnisining o'g'liga bir mayk oldi. Sen eliq puldan 20 qo'y berib turg'in. Uyey, nimish qilib berganman? Pulat yo'q oldigan pul u. Sat bo'ladi, undaq qilma. O'tganda avtobusda kalchini yo'qitib qo'ygandan keyin bir necha kun mas bilan yurdi. Keyin bir oyoqni etmay, sening ko'n oyog'ini kaydirib qo'ydik. Etdimi shuni kaydi. Qo'shnilar necha qitim menga onangga hech narsa etmamiding deb dartmiladi. Yurtqa shundoq bo'lsa sat bo'ladi. Onam uchun qo'y hech gap emas. Lekin bizning izzat obro'yimiz uchun sat. Keyin sen esildan ep beraman. Hozir 20 qo'y berib turg'in. Ananing safar tayyorligi bitdi. U sahar o'rnidan turib, o'g'li bilan kelinni uyg'otdi. U mashina bekitiga oldiraydi. Ana kelin bilan oddiy xo'shlashish rasmiyatini tamomlagandan keyin ko'ni yog'liqqa chigilgan yo'lliq nonni qo'ltiqlab, o'g'liga agishib palampaydan tushdi. U uydan yiroqlashgan seri o'g'li bilan o'zi o'ttirsa-da, shoti qo'yibmi chiqilib bo'lmaydigan bir o'tkalning paydo bo'lganligini sezdi. Oğlum, texi bal ekan. Ularmı odam bo'ladi. Ularmı ota-ona bo'lganda ota-onaning qadriga yetdi. Shundoq qilib, ona bu hashamatli shaharni o'z o'g'lini tashlab yeziga
o'zi tug'ilib o'sgan sahroga qarab yurib ketdi.